Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun e'tiborimiz markazida Hyundai Palisade Calligraphy. Full komplektatsiyadagi Polyprivet, ya'ni 4 ta ballon birdaniga torta oladigan 7 kishilik avtomobil. Avtomobil kapoti ostida 205 lik gibrid motor 100 kilometrda 7 litr yonilg'i sarflaydi. Bir marta to'liq zapravkada 1000 kilometrdan ortiq bo'lgan masofani bosib o'ta oladi. E'tibor bering, avtomobil elektronik pnevmopodveskaga ega. E'tibor bering, avtomobilning diskasi 21 razmerdagi diskada hamda yumshoq Pirelli original ballonlarida. Avtomobilimiz 2025-yil dekabr oyida ishlab chiqarilgan, chiqqaniga 3 oy ham to'lmagan. Agar sizga 2026-yilda ishlab chiqarilganligi kerak bo'lsa, bizga murojaat qiling. Bir oy ichida shu narx atrofida Janubiy Koreyadan yetkazib beramiz. Avtomobilimizning yurgan masofasi atigi 26 kilometr. Zavoddan salongacha haydab kelingan xolos. Avtomobilimiz yep-yangi, pachka holatdagi avtomobil hisoblanadi. Ma'lumot o'rnida shuni aytib o'tamiz, ayrim mashinalarga mana bu massaj funksiyasi opsiyasi qo'shilgan, ayrimlarida yo'q. Unchalik muhim narsa emas, $500-600 narsa hisoblanadi. Avtomobilimizning narxi 79 ming. Eslatib o'tamiz, agar siz biz orqali avtomobil xarid qilsangiz, birinchi qo'ldan olgan bo'lasiz va anchagina summani o'z cho'ntagingizda tejab qolgan bo'lasiz. Avtomobilimiz Samarqand tamoshida turibdi. Kimga shunday avtomobillar kerak bo'lsa, pastda raqamlar qoldiramiz. Bizga telefon qilib bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Silk Road jamoasi doim sizlar bilan. Salomat bo'linglar.